Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Akfa alyumin profildan veranda tayyorlaganmiz bu joyga. Bu yerda общий 5 ta oraliq o'rnatib berganmiz. 4 ta rom, bitta eshik bo'lgan. 2 ochakadan bittadan ochib berganmiz. Buni rangiga keladigan bo'lsak, bu rang dummokko deyiladi. Dummokkodan qilib berganmiz. Bu rang ham juda ham chiroyli chiqadi, ko'rishingiz mumkin mana. Bu ishimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga o'rnatib berdik. Bu joydan 2 ta ochib berganmiz. Bu yerdan bitta, tepadan bitta porchka ochib berganmiz. Bu romimiz ochilmaydi. Bu eshigimiz 2 qanotli eshik bo'lgan. Eshikda ham ruchkalarga o'zini pechatlari bor. Akfa ochib yopishlarni ko'rsatib o'tamiz. Juda ham chiroyli chiqqan mana. Bu romimiz ham ochilmaydi. 2 ochakadan bittadan ochib berganmiz. Bu yer bitta ochiladi, bu yer porchka ochiladi. Xudo xolasa chakilarga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Chaki ham juda ham chiroyli kelgan. Sil qo'ygan joylari ham mana. Chaki ham juda ham zo'r keltirib berganmiz akamizga. Maşallah, ko'rib qo'yasizlar, juda ham zo'r kelgan. Har bir chaki shunaqa bo'lgan. Bu romimiz razmeriga keladigan bo'lsa, 1.90 bu yog'i, bo'yi 1.60 bo'lgan. Oynasi 1 qavat yodviy bo'lgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu tomondan ham bir qator ko'rsatib o'tamiz mana. Liniyada bo'lgan mana. Buni ustuni o'rab bermadik. Endi bilan o'rab ketuvdi ekan ustalar. Shuning uchun o'rab bermay qo'yaring dedi, o'rab bermadik. Juda ham chiroyli chiqdi. Ichkari tomondan bir qator ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p, ichkari tomondan bemalol ko'rinadi tashqari. Yopishlarni bir qator ko'rsatib o'taman. 60 litr qilganmiz, plastmassaniki. Uzoq yil xizmat qiladi bu. Xudo xolasa pechatlarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Akfaning o'ziniki A. Bu yerda porchka qilib berganmiz havolanib turish uchun. 2 ochakadan bittadan ochilgan. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'lib xizmatdamiz. Dastlabki ustanobga hammasi ichida. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ishimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasiz.